Siz yoqtirgan futbolchingiz kim? Ronaldo. Agar o'zbek futbolchisini aytganingizda pul bermoqchi edim. O'zbek futbolchilarini Umuman faqat bilmaysiz. yuzini taniyman. Lekin ismini Ismini bilmaysiz. bilmayman. Ronaldo, Yana bitta. Messi. Agar o'zbek futbolchisini aytganingizda 25 ming so'm bermoqchi edim. Ertaroq aytmaysizmi? Ya. O'zbeklarda Abduqodir Qodirov. Abduqodir Qodirov emas. Qanaqa edi? Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanov. Chunki futbol ko'rmayman-da. Mbappe. Messi-da. Allo. Neymar. Mbappe. Yoqtirgan futbolchingiz kim? Pedri. Yana bitta ayting. Gavi. Voy. Agar o'zbek futbolchisini aytganingizda sizga pul bermoqchi edim. Yoqtirgan futbolchimmi? Toni Kroos. O'zbekiston terma jamoasidan Abbos Fayzullayev 22-raqamda o'ynaydigan yigitimizmi? Men Abbos Fayzullayevda qoldingiz. Ha, malades bola. O'zbek futbolchisini aytganingiz uchun biz juda ham ko'pchilikdan so'radik. O'zbek futbolchisi emas, chet ellik futbolchini aytishdi. 25 ming so'm yutib oldik. Yo, serios. Voy, gap yo'q, malades. Ko'pchilik o'zbek futbolchisini aytmadi, shuning uchun bitta birinchi odam o'zbek komanda bilan o'zbek futbolchisini aytgan odam. Yoqtirgan futbolchingizni kommentariyaga yozib qoldiring yoki aytib ketib keting. Javob qolishi mumkin.